Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'lat Alimardon. Bugun sizlar bilan 30-dars Local Storage mavzusini ko'ramiz. Local Storage degani bu brauzerda mavjud bo'lgan maxsus xotira storage bo'lib, u ma'lumotlarni foydalanuvchining kompyuterda saqlash uchun ishlatiladi. Ya'ni bizning ma'lumotlarimiz lokal host, ya'ni lokal ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Masalan, to do ko'ramiz va JavaScript ko'ramiz va endi natijani ochib ko'ramiz. Xo'p, mana bu yerda oldingi yozilgan ma'lumotlar turibdi. Agar men bularni o'chirsam, bular yo'q bo'ladi. Endi yangi ma'lumot qo'shaman, masalan word yoki so'z. Bularni men yangilasam saytda mana o'zgarmayapti, chunki bular local storage'da saqlanib qolgan. Xo'p, meni kompyuterimda saqlanib turibdi. Boshqa joyda bu narsa chiqmaydi, faqat o'zimizda saqlanib qoladi. Hop, bularni nimada ishlatsak bo'ladi? Masalan, har bitta shaxs o'zi uchun ma'lumotlarni o'zgartirsa, masalan, tungi rejim, kunduzgi rejimni o'zgartirsa, sayt eslab qoladida, o'sha foydalanuvchi kirgan payti sirazi o'sha tungi rejimda turaveradi. O'sha holatlar uchun ishlatiladi. Hop, buning uchun bizga JSON parse, local storage, get item va todos qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va qolgan joylari biz biladigan for each va inner html qilib ichidagi ma'lumotlarni keltirib olyapti. Hop, bo'ldi. Mana bugungi vazifa sizlarga. Bu yerda 4 ta vazifa bor ekan. Bu bo'lmasa shu to do'ni ko'rasizlar. Shu vazifa bo'lasizlar.